90 talik gaz balon Cobalt avtomobiliga legendarni ustanovka qilib, cho'tki qilib ustanovka qilib berildi. Orqa qismiga 90 talik gaz balon joylashtirib berildi. Old qismiga kulminatsion nuqta joyi. Blok управления Stack Gofas 200 original blok управления Polshada ishlab chiqarildi. Elektron sistema, mattatchik, suvdatchik, pulchatilgacha Polshaniki. Farsunkalarimiz Vasakas-Skoroznoi 03 Polshada ishlab chiqarilgan farsunkalarimiz ustanovka qilindi. Reduktorimiz Action kompaniyali X reduktori ustanovka qilindi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz ustanovka xizmati mavjud. Aytgancha, programma, pрошивка, motor, korobka, pultda zavodiyashi hamma programmalari ichida qilib berildi. Bu komplektni aytsamizda, narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga albatta plus belgisini qoldiring. Biz sizga javob yozib o'tamiz. Aytgancha, kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da qaynoq yangiliklar va bundan-da qaynoq aksiyalarimiz, super mega aksiyalarimiz davom etmoqda. Xabardor bo'lib turasiz.